Assalomu alaykum jigarlar. Butun dunyo qarshi bo'lyapti meni internetga chiqqanimga. Umuman Instagram ham pam berib yubordimi, spam berib yubordimi, vash prosmotrlar, axvat 3 millionga chiqib ketdi. Hozir 2 million 100 ga tushib qolibdi 3 kunda ichida. Qanaqasi bu? Вообще shunaqa darajada men baxti qaromanmi? Bitta podpiska bos shunchalik qiyin. Hech bo'lmasa 14-yanvargacha 5000 ta bo'laylik jigarlar. Ayollar bo'lsa bitta ehson qilib tashlaylar, nima endi mana shu bitta podpiska bos. Bekarga-yu, bir foydan tegar. Men qanaqadir bir jinoyatchi emasman, yomon yo'lga yetaklamayman jigarlar. Bosaylik ozgina sizni mehringiz ketsa ketibdi, hech narsa bo'lmaydi-yu jigar. Bitta bosib qo'ying, biz ham chiqaylik. Yugurib gapirsam yana bir bor. O'tirib gapirishni xohlamayman. Nimaga? Tez gapirish kerak, vaqt yo'q, hammada bilib turibman. Bitta padishka qo'yinglar, hech bo'lmasa kechki 12 gacha 5000 ta bo'laylik jigarlar. Osaylik iltimos. Iltimos, o'tinib so'rayman, iltijo. Bitta bosib yuboringlar, yalintirib yormanglar o'zi. Mahallada nomim chiqib bo'ldi. Endi butun dunyoda chiqsan, chiqqanga yarasha. Bosamiz O'zbekiston olg'a.